Kunuz Qozog'istondan qaytayotgan vatandoshlar o'zi bilan shaxsiy ehtiyoji uchun qanday mahsulotlarni olib o'tayotganiga qiziqib, Toshkent tumanidagi Navoiy Qoplonbek chegara postida bo'ldi. Nimaga aynan Qozog'istondan olasiz? Bu yerda arzon-di. Kalbasalar arzon, gillar arzon. Bu mana 42 ming olgan bo'lsam, bizda 100 ming, 90 ming. Ayting, nima qilaylik? Ruxsat beradi, kolbasa, moloko, shedroletalar ruxsat beryapti. 5 kilo go'sht ruxsat beryapti. Arzon uchun olib kelaman. 5 kilogacha go'shtga ruxsat bergan. Shedroleta, sariyovlarga. U yoqda narsalar arzon ekan, bir ikkita narsalar olib qaytyapmiz. Kolbasa oldim. Keyin konfetlar oldim. Ular arzon ekan, 44 mingdan ekan kolbasalari. Bizda juda qimmat. O'shaning uchun keyin tapchkalar oldim. 35 mingga tapchka bor ekan, juda ham. 12 mingdan shortilar oldim. Oqsuv degan joydan. O'sha yerda arzon magazinlar bor ekan. Mana mahsulot olyapmiz. Doim olasizmi Qozog'istondan? Har doim olamiz, yaxshi. Nima olasiz? Shikolat, vafli, kafe, mana yogurtlardan olamiz. Nimaga aynan Qozog'istondan? Sifatli yaxshi. Sifatli. Narxlari qanday? Narxlari yaxshi, arzon. O'zimizga nisbatan arzon.